Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik tashqi dunyoga ma'lum bo'lishga boshlagan vaqtlarda dunyo miqyosida muayyan hissdoshlikqa va o'xshamagan shakllardagi qo'llashga ega bo'lib keldi. Shan Roberts, James Milward, Adrian Zenizga o'xshagan bir qism olimlar va mutaxassislar buningga qarshi turish mazmunidagi asarlarni vujudga chiqargan bo'lsa, yana bir turkum yosh o'quvchilar bo'libmi ilgari Uyg'urlar bilan hech qanday bog'lanishi bo'lmagan chet ellik yoshlar haqqoniyatni himoya qilish nuqtasidan bu safga qo'shildi. Yahudiy yoshlardan Yosef Rosni ana shu xildagi kishilarning biri deyish mumkin. Yaqında rabbaylik salohiyatiga erishgan Yosef o'zining Google shirkatida yumtal injeneri bo'lib ishlashda xizmatining uddasidan chiqish bilan birlikda yillardan buyon ayoli Devora Chayt bilan qo'l tutishib, Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi turish yo'lidagi ko'plagan faoliyatlarga aktiv ishtirok qilib kelmoqda. Bo'libmi ular qurib chiqqan Uyg'ur yig'ilishi nomidagi fuqaroviy tashkilot Nyu-York va Washington shaharlarida ko'p qatimlab ommaviy namoyishlarni uyushtirib, Uyg'ur qirg'inchiligini Amerika jamoatiga tushuntirishda faol rol o'ynab kelganligi ma'lum. Yaqında Nyu-York shahrida o'tkazilgan Uyg'ur qirg'inchiligini buzish temasidagi 2 kunlik ilmiy muhokama yig'inida ular radiomizning maxsus ziyoratini qabul qildi hamda o'zlarining bu jihatdagi qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Why don't you tell us about how you came across with this bizni qiziqtirayotgani sizlar qandoq bo'lib bu ishlarga qiziqib qoldinglar? Okay, yeah. So Bunun başlanışı 2018 yılı oldu. Esimde qilishcha shu vaqtda biz bu vaqt xabarlarni o'qiydik. Ammo bizga bu xabarlar yolg'ondek bilindi. Chunki bu ishlarni anglasa odamning qo'qqisi keladi. Bo'libmi xohlagan tutqun qilish, jazo lagerlari qamash deganlar shundoq edi. Yana tek milliondan ortiq kishining qamalib bo'lganligi haqidagi gaplarmi bor edi. Shunga bu xabarlarni anglagan vaqtimizda hang-tong bo'lib turib qoldik. Ey, bunday qabih ishlar bo'lmasligi kerak edi. Bu cho'qim yolg'on gaplar bo'lishi mumkin degandek fikrlar ko'nglimizdan kechdi. Ammo biz bu vaqt xabarlarni ko'plab o'qigan sari bularning rostli bo'layotgan ishlar ekanligini bildik. Shuning bilan dunyoning bu ishlar uchun nolib faryod selishini kutdik. Afsus, bundaq cho'qanni yoki nolib faryodni biz ko'rmadik. Shuning bilan undaq bo'lsa biz bir ishlarni qilib boqayli deb o'ylab Uyg'ur yig'ilishi. We started an organization, Uyghur Rally. Uyghur Rally. Yeah. Okay, Devora, you're such a young couple. You might have a lot of other issues like children, family. Siz yangi to'y qilgan ayol bo'lish sifatingiz bilan oila, balalarning ishi degandek nurg'unlagan qatlangchiliklar bilan aldirash bo'lib ketishingiz tabiiy. Siz qandoq bo'lib bu safga qo'shilib qoldingiz? Mushu haqda oz to'la so'zlab baqsangiz. Yeah, I mean when it started, Yosef really had the initiative. And when he told me about it, I was also shocked and hadn't heard anything about it before. Bu işlarni başlashimda Yosef bek cho'ng rol o'ynadi. U menga bu vaqtdagi ishlarni so'zlab berganda, men bek hayron qolgan edim. Chunki men bu vaqtda ta shungacha hech narsa anglab boqmagan ekanman. O'zimni ilib etsam, ulug' buvam Yahudi zo'r qirg'inchiligidan omon qolgan shohidlarning biri edi. Yana kelib bu hol oilamiz uchun eng sharafli kishilarning biri hisoblanadi. Ayni vaqtda Yahudi zo'r qirg'inchiligi yuz berganda dunyo bu ishlarga sukut qilgan. Kishilar u joylarda nimalarning bo'layotganligidanmi xabarsiz qolgan. Xuddi shu xildagi ishlar yana bir qatam yuz berayotganda biz bu ishlarga dunyoning diqqatini tortish lozimligini o'zimizning majburiyati deb his qildik. Yana kelib ayol ishimiz o'zimizni dindor kishilardan sanaymiz. Shundaq bo'lgan ekan, bir qavm o'zlarining diniy e'tiqodi sababli ziyonkashlik uchrayotganda bu ishlar tabiiy holda biz uchun muhim majburiyatlardan bo'lib qoladi. It's very poignant for us. It hits close to home. So we felt like it's our responsibility to do something. Amazing. So since then on, what kind of Uyg'ur yig'ilishi deganinglar qanday bir tashkilot edi? Bu haqda ko'proq to'xtalgan bo'lsangiz. We did a lot in the rally space, and then we were sort of thinking, well, what other ways are there to make an impact? And we realized that Biz yig'ilish maydonlarida ko'p qitim ommaviy yig'ilish faoliyati tashkilladik. Shuning bilan birga yana qanday usullar orqali bu qabohatlarga kishilarning diqqatini qo'zg'ashga bo'ldiganligi to'g'risida o'ylanishga o'tdik. Bu yo'ldagi birinchi xizmatimiz sifatida ta shuninggacha qadar Uyg'urlar munosabatli ishlar to'g'risida biror faoliyatlarda bo'lib boqmagan guruhlarni bu ishga jalb qilishga tirishdik. Shuning bilan ayollarning haq va huquqlari uchun kurash qiladigan guruhlarni bu ishga jalb qilishni o'ylashdik. Chunki Amerika tavasidagi ko'plagan kishilar uchun shuncha uzoq bir yot makondagi Uyg'urlarga nima ishlarning bo'layotganligini tushunish va buningga ko'ngil bo'lish osonga tushmaydi.
yana kelib Uyg'urlarning madaniyati yoki milliy tavalligi bilan Amerika xalqining hech qanday bir bog'lanishimi yo'q edi. Mush xil reallikni chiqish qilib turib, biz milliy yoki jug'rofiyaviy chegaralardan olqib tusha oladigan ayollarning haq va huquqi temasiga diqqatni markazlashtirish lozimligini to'nib yetdik. Shuning bilan biz ziyonkashlik uchirgan Uyg'ur ayollarining qismatini ularga anglitishni qaror qildik. Buning uchun sizmi ovoz qo'shing nomli bir torbat ochdik hamda lager shohidlaridan 4 ayolni ziyorat qildik. Shundaqla ularning kechmishlarini, ular duch kelayotgan ziyonkashlikning Uyg'ur ayollarga qanday qabohatlik ta'sirlarni elib kelayotganligini jonliq va tafsiliy bayon qildik. Buning rostilla zo'r unumi bo'ldi. And we hope that we could use this as a springboard to involve women's rights groups in this issue. Thank you. From your perspective, from your experience, you started this organization as a student. Rahmat, sizning tushanchingiz va sizning tajribangizdan qaraganda, siz buni dastlab o'quvchilar qurgan bir tashkilot sifatida boshlagan ekansiz, ammo keyincha bu zo'rayib, buningdan jiq olqib ketibdi. O'z tajribalaringiz asosida Uyg'ur o'quvchilarni buningdan nimalarni o'rganalaydi deb qaraysiz? How other students, for example, especially the Uyghur youth, can learn from your experience? I think one important lesson we found is that with this cause, there's a huge opportunity to be impactful. I think the ratio of activists to the amount of influence you can have is very low. Albatta, buningdagi bir muhim savoq shu bo'ldiki, atrofimizda bu ishlarni dastak qilgan holda ta'sir paydo qilishning fursatlari bak ko'p ekan. Chunki faoliyatchilarning soni oz bo'lsa, buning ta'sir qo'zg'ash nisbati tuvan bo'ldi ekan. Bir ishda zo'r ta'sir paydo qilamiz desangiz, cho'qim bu ishga ishtirok qilgan faoliyatchilarning soni ko'p bo'lishi, ulardan chiqqan sado kuchli bo'lishi kerak ekan. Ayni vaqtda bu ishlar uchun ma'lum faoliyatchilarning soni ko'p emas edi. Amaliyotda bo'lsa, bu ishlarni siyosat darajasiga ko'tarishni orzu qilgan ko'p sondagi siyosiy yo'llar bor ekan. Ammo shuning uchun ommaviy faoliyatlarning bo'lmasligi tufaylidan bu ishlar uncha zo'r ta'sir qo'zg'ayolmagan. Chunki siyosiy yo'llarga dal ashxil ommaviy faoliyatlarning ko'plab o'tirg'i chiqishi zarur bo'lgan ekan. Jumladan ommaviy yig'ilish, ijtimoiy taraqqiyot faoliyatlarini dal shularning jumlasidan deyish mumkin. Yiroq kelgusini o'ylashganda, bu jihatda qanday bir nishoning bormi? Thinking about what action items can we take, what would help put pressure on China to stop the Uyghur genocide. And I think one very promising direction is Men doim qanday qilganda Xitoy hukumatiga besim qilib ularning Uyg'urlarni qirg'in qilishini to'sqil bo'ldi degan o'ylayman. Qarasam, iqtisod omili buningdagi bir muhim mazmun ekan. Ya'ni Xitoy qarta iqtisod jazo qo'yish yoki besim qilishning ma'lum roli bordek qildi. Meningcha bu nihoyat muhim. Bo'libmi bizdek Amerika fuqarolarining o'z hukumatimizni Xitoyga besim qilishga da'vat qilishi nihoyat muhim. Navoda bu ishga oshsa, Xitoymi bizga qarshi iqtisod jazo qo'llanishi mumkin. Natijada biz setib olgan tovarlarning bahosi biroqla o'rlab ketishi mumkin. Ammo biz kishilarni mushkil reallikni qabul qilishga ko'ndirishimiz lozim. Shundaqla hukumatimizga biz bu xil ziyonlarni tortishga rozi deyoladigan bo'lishimiz lozim. Biz mush yo'sinda erkinlikning puldimi qimmat ekanligini ko'rsatib berishimiz kerak. We value freedom more than the financial cost that it takes. How your grandparents lived through Holocaust and maybe also became victims. And I was wondering if Rohi Zahmatning ta'siri haqida sizdan yana bir savol so'rag'im kelyapti. Chunki sizning ulug' bobomiz Yahudi zo'r qirg'inchiligini boshdan kechirgan ekan. Sizning oilangizdagilarga ashu ziyonkashlikning qanday ta'siri bo'lyapti? Bo'libmi, sizga o'xshash yosh bir avlodlarga qanday ta'sir bo'lyapti deb qaraysiz? I definitely feel the impact. It was my great-grandparents, so I'm already the third generation out, and I still feel the impact. Şübhisizki, men bu ta'sirni izchil his qilib kelmoqdaman. Bu ishlarni boshdan kechirganlar mening ulug' bovam va ulug' momam. Ya'ni ular uchun elib aytganda men 3-avlod hisoblanaman. Ammo shundaqdimi men yanala buning ta'sirini har qachon his qilib kelmoqdaman. Eng oddiysi oilamizda hech kim hech qachon ishib qolgan tomoqlarni axlat sanduqiga tashlamaydi. Chunki bir turli qo'rqinish har qachon bizning vujudimizni chirmab turgan bo'ladi. Bu ta'sirning vujudimdan g'oyib bo'lishi
qılышыға mən bir нәрсе deyəlməyəm. Şuna bu təsir yana bir yaxdan kişilərni muş xildiki qabahatlarning qayta yüz berişigə qarşı turadigan səpki toplashqa foydali. Shundaq bo'lganda hukumatni ish bo'lmaganda bu ishlar haqida so'z qilishga da'vat qila olamiz. Yaxshi yeri hozir hukumatimiz bu ishga diqqat qilyapti hamda ba'zi tadbirlarni ilyapti. Bu bir yaxshi ish. When there is activism, our government takes notice. So that's been helpful, actually. Yeah. Thank you very much.